Zulfiqor Islom tarixidagi eng mashhur qilich. Diniy manbalarda, xalq og'zaki ijodida Zulfiqor atamasiga tez-tez duch kelamiz. Bu nom Xulofoi Roshidinning 4-chisi Ali ibn Abu Tolib radhiyallohu anhuga tegishli ekani ham ko'pchilikka ma'lum. Ammo bu qilichning tarixi, u haqidagi afsona va haqiqatlardan hamma birdek xabardor emas. Keling yaxshisi buni video davomida birgalikda bilib olamiz. Zulfiqor nima degani? Bu nom hatto musulmonlar orasida erkak kishining ismiga ham aylangan. Arab tilidan tarjima qilinganda umurtqa bo'g'imlar egasi yoki to'lqinsimon izli singari ma'nolar beradi.